raqamli ilmiy kengashning navbatdagi yig'ilishi. Bugungi kun tartibimizdagi masalani e'lon qilishdan oldin Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan yangi tasdiqlangan tarkibni o'qib eshittirsam. Abdullayev Shavkatovna, pedagogika fanlari doktori, professor, ilmiy kengash raisi. Jamilova Nargiza Nuridinovna, pedagogika fanlari doktori, professor, rais o'rinbosari. Otaqulov Shuhrat Murodullayevich, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent, ilmiy kotib. Tojboyeva Hilola Mahmutovna, pedagogika fanlari doktori, professor. Yuldashev Maqsud Abdullayevich, pedagogika fanlari doktori, professor. Eshbulatov Komiljon Abdusalomovich, iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent. Abdunazarova Nargiz Fathullayevna, pedagogika fanlari nomzodi, professor. Ashurova Sanobar Yuldashevna, pedagogika fanlari doktori, professor. Abdurahimova Dilfuza Aliyevna, pedagogika fanlari doktori, professor. Burkova Lyubov Leonidovna, pedagogika fanlari doktori, professor. Ruskulova Kamola Jumayevna, pedagogika fanlari doktori, professor. Ibragimova Gulsanam Ne'matovna, pedagogika fanlari doktori, professor. Berdaliyeva Gulisal Abdukunduzovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent. Rahimova Surayyo Salohidinovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent. Bugungi kengash yig'ilishini boshlash uchun kvorum bor. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 nafar a'zo studiyadan va 5 nafar a'zoyimiz Zoom platformasi orqali ishtirok etishmoqda. Kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Kengash ishini boshlash uchun e'tirozlar yo'qmi? Ochilsinmi? Ochilsin deb ovoz berishingizni so'raymiz. Demak, kengash yig'ilishini ochiq deb e'lon qilamiz. Bugungi kun tartibida ikkita masala qo'yilgan. Birinchi masalamiz O'tamuradova Shohida Muhammadqulovnaning 13.0008 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi himoyasi. Ilmiy rahbar Jamilova Nargiza Nuridinovna, pedagogika fanlari doktori, professor shu yerda ishtirok etmoqdalar. Rasmiy opponentlar Tojboyeva Hilola Mahmutovna, pedagogika fanlari doktori, professor studiyada ishtirok etyaptilar. Keyingi opponentimiz Azizova Zulfizarxon Fazilovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent. Ular Zoom platformasi orqali ishtirok etmoqdalar. Yetakchi tashkilot Guliston davlat pedagogika instituti deb belgilangan. Kun tartibi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Ma'qullansam tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Demak, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dissertatsiya mavzusi Oliy attestatsiya komissiyasi bulletenining 2024-yil 3-sonida PET 8511 raqami bilan ro'yxatga olingan. Dissertantning shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirish uchun so'zni kengash ilmiy kotibiga beramiz. Marhamat, Shuhrat Murodullayevich. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli a'zolar, ustozlar. Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti tadqiqotchisi Otamurodova Shohida Muhammadqulovnaning shaxsiy ma'lumotlari. Otamurodova Shohida Muhammadqulovna 1975-yil 14-dekabrda Navoiy viloyati Xatirchi tumanida ziyoli oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, 2 nafar farzandi bor. 1983-1993-yillarda Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi 25-umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim olgan. 1993-1998-yillarda Navoiy davlat pedagogika institutida tahsil olib, boshlang'ich ta'lim metodikasi qo'shimcha musiqa o'qituvchisi mutaxassisligini olgan. Mehnat faoliyatini 1998-yilda Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi vazifasidan boshlagan. 2000-2013-yillarda Navoiy viloyati Navoiy shahridagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi, 2013-2014-yillarda
Noyob davlat pedagogika institutining pedagogika va psixologiya kafedrasi kabinet mudiri, 2014-2015 yillarda Navoiy davlat pedagogika instituti psixologiya kafedrasi kabinet mudiri, 2015-2019 yillarda Navoiy davlat pedagogika institutining maktabgacha ta'lim kafedrasi kabinet mudiri lavozimlarida faoliyat yuritgan. 2018 yil Navoiy davlat pedagogika instituti huzuridagi xalq ta'lim xodimlarini malakasini oshirish instituti maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi kursini tugatgan. 2019-2022 yillarda Navoiy davlat pedagogika institutining maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi, 2022-2024 yillarda Navoiy davlat pedagogika institutining maktabgacha ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi lavozimlarida faoliyat yuritgan. 2024 yildan hozirgi vaqtgacha Navoiy davlat universitetini maktabgacha ta'lim kafedrasi dotsent vazifasini bajaruvchi, Otamurodova Shohida Muhammadqulova maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish faoliyatida sahnalashtirish texnologiyasi mavzusida 13/00/08 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi bo'yicha jami 16 ta ilmiy ish chop ettirgan. Jumladan, 3 ta O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 3 ta xalqaro jurnallarda, bitta mahalliy jurnallarda, 3 ta xalqaro va 2 ta respublika miqyosidagi konferensiyalarda maqola va bitta o'quv qo'llanma nashr etilgan. 2025 yil 1-fevralda maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari mutaxassislar qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar xulosasiga ko'ra himoyaga tavsiya etilgan. Ushbu majlis bayonnomasiga asosan taqdim etilgan natijalar asosida Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida 2026 yil 29 yanvarda Otamurodova Shohida Muhammadqulovaning falsafa doktori PhD dissertatsiya himoyasi haqida e'lon qilingandan so'ng 2026 yil 13 fevralda Guliston davlat pedagogika instituti yetakchi tashkilot sifatida seminardan o'tgan va himoyaga tavsiya etilgan. Tadqiqotchi malaka imtihonlaridan mutaxassislik fanlaridan ingliz tilidan 72 ball, maktabgacha ta'lim tarbiya nazariyasi metodikasidan 72 ball, qo'shimcha fanlardan pedagogika texnologiya, pedagogik mahorat fanidan 84 ball, mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasidan 86 ball, pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan 82 ball ijobiy bahoga topshirgan va guvohnomalar mavjud. Dissertatsiya ishini originalligi o'zbekcha varianti 65%, rus tili varianti 72% tashkil etadi. Himoya uchun talab qilingan barcha hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablari asosida rasmiylashtirilgan. Ma'lumotlar shulardan iborat. Rahmat, Fotimaulloh. Hukumat kengashi a'zolari borga yoki bo'lmasa ilmiy kotiblikka shaxsiy hujjatlar yuzasidan savollar bor? Yo'q. Tushunarli. Rahmat. Dissertatsiyaning asosiy mazmuni va olingan natijalar bo'yicha ma'lumot berish uchun talabgorga so'z beramiz. Reglament 20 daqiqada belgilasak, rozimisizlar? Yetarli. Hurmatli tadqiqotchi, 20 daqiqa vaqt beriladi. 20 daqiqada dissertatsiyadan olingan asosiy natijalarni taqdimot qilishga ruxsat beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolar hamda mehmonlar. Bugun sizni e'tiboringizga taqdim etilayotgan dissertatsiya mavzusi maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi deb nomlanadi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda ta'lim oluvchilarning hayotiy ko'nikmalarini, ijtimoiy emotsional kompetensiyalarni rivojlantirish, bolalarda umummadaniy ko'nikmalarni tarkib toptirish texnologiyalari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Respublikamizda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, bolalarni sog'lom va xavfsiz hamda har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, ta'lim-tarbiya amaliyotiga ilg'or pedagogik ish shakllari va
usullarini joriy etishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Dissertatsiya mavzuyimizning me'yoriy huquqiy asoslari quyida ushbu slaydda keltirilgan. Bizning muammoyimizga doir bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan respublikamiz olimlaridan Abdurahimova, Nurmatova, Shayzoqova, Azizova, Mahmudova, Rizayeva, Berdialiyeva, Babayeva, Qodirova, Marasulova, Hasanova, Abdusamatovalar va mustaqil davlatlar hamdo'stligi olimlaridan Arkin, Vygotsky, Ilkonin, Alifanova, Kapekina, Maksimova, Kolsova, Magomedova, Konishevalar va xorijlik olimlardan Aliva Karolis, Zubaydi Dagan, Bethani Chiloy, Eliot Merkling, Yona Kang, Yun Tai Kim, Zi Hongcheng va Yongchenglar bolalarning madaniy rivojiga o'z tadqiqotlari bilan hissa qo'shganlar. Tadqiqotimizning maqsadini quyidagicha belgiladik. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotimiz obyektini esa maktabgacha katta yosh guruhi bolalarining ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish jarayoni etib tanlangan. Tadqiqotning predmetini maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish mazmuni, shakl, metod va vositalari tashkil qiladi. Tadqiqotimizning birinchi vazifasi etib maktabgacha sahnalashtirish faoliyatida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishga doir pedagogik imkoniyatlarni aniqlash. Unga ko'ra yangiligimiz maktabgacha tarbiya yoshidagilarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish texnologiyalari boladagi men obrazining rolli xulq-atvor interiorizatsiyasi orqali hissiy kontekstda rivojlanishiga asoslanib, voqea hodisalarni emotsional, ijtimoiy, kognitiv darajadagi siklik bog'liqligining pedagogik generatsiyasiga muvofiq takomillashtirilgan. Tadqiqotimizning ikkinchi vazifasi quyidagicha belgilangan. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishning tuzilmali funksional modeli takomillashtirilgan. Unga ko'ra yangiligimiz sahnalashtirish faoliyatida bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish modeli imitatsion va folklor o'yinlar orqali muloqot, ekologik, iqtisodiy, ovqatlanish, kiyinish, estetik, musiqiy, mehnatsevarlik, gigiyenik ko'nikmalarni emotsional hissiy tajribaga ko'ra assotsiatsiya va interferensiyalangan xotira bilan ssenariyaviy fantaziya darajada uyg'unlashuvini konstruksiyalash asosida takomillashtirilgan. Tadqiqotimizning uchinchi vazifasini quyidagicha belgiladik. Sahnalashtirish faoliyati jarayonida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish deb oldik. Unga ko'ra yangiligimiz maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishning texnologik jarayoni sahnalashtirish faoliyati orqali refleksiv, kognitiv, motivatsion qadriyatli ko'nikmalarni uyg'unlashuvga asoslanib 5-6 yoshda ijtimoiy tajribani axloqiy hislar vektorida assimilyatsiyalanishiga ko'ra aniqlashtirilgan. Tadqiqotimizning 4-chi vazifasini maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijtimoiy madaniy malakalarni shakllantirish texnologiyasi samaradorligini aniqlash deb belgilab oldik. Unga ko'ra yangiligimiz maktabgacha bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish texnologiyasining samaradorligi arf pedagogikani sahnalashtirish faoliyatida qo'llashga ko'ra shaxsga yo'naltirilgan ijodiy qobiliyatlarning refleksiv darajasini motivatsion qadriyatli ko'nikmalar asosida kodifikatsiyalash orqali oshirilgan. Tadqiqotimizning amaliy natijalari quyidagilardan iborat. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishning takomillashtirilgan modeli pedagogik jarayonga tatbiq etilgan. Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish nomli o'quv qo'llanma chop etilgan. Sahnalashtirish faoliyati jarayonida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish texnologiyasining pedagogik imkoniyatlari aniqlashtirilgan va sahnalashtirish faoliyatida ijtimoiy madaniy malakalarning samaradorligini aniqlash mezonlari takomillashtirilgan.
maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirishga doir didaktik materiallar ishlab chiqilgan. Tadqiqotimizning birinchi bobi maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirishning ilmiy nazariy asoslari deb nomlanib, unda quyidagi 3 paragraf o'z aksini topgan. Ilmiy manba va adabiyotlar tahlil qilish natijasida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishda quyidagi pedagogik shartlarga amal qilish lozimligi aniqlandi. Bola shaxs sifatida shakllanishida u o'zining talab ehtiyojlarini ayta olishi, ularda o'zaro hurmat hissining bo'lishi, ular bilan do'stona tenglik munosabatli muhitda o'zini tutishi, o'rganishga, amalda qo'llash motivining bo'lishi, sahna faoliyatiga qiziqishi, bola erkin so'zlashga, ezgu amallar qilishga maqsadli qiziqishning uyg'onishi hamda o'qishga bo'lgan ishtiyoqning kuchayishi, bola turli faoliyatlarda o'zini o'ziga xos shakllantirishi, o'zini o'zi anglashi, rivojlantirishi, moslashtirishi, boshqarishni bilishi va tanqidiy, tahliliy, mantiqiy fikrlashi. Bolaning bilishga bo'lgan xohish istaklari unda bilim, qadriyatli munosabatlarning rivojlanayotganligi, insoniy fazilatlar, ijtimoiy madaniy malakalarni shakllanayotganligi uchun sahnalashtirish faoliyatini tizimli tashkil etish lozim. Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida quyidagicha didaktik imkoniyatlarni aniqlashtirdik. O'rgatiladigan o'quv materiali mazmuni nazariya va amaliyotga tayanilganligi, ko'rgazmalilikka asoslanganligi tamoyilidan foydalanishning ustuvorligi, ijtimoiy madaniy malakalarni shakllanishida ta'lim va tarbiyaning birligi, onglilik va faollikning mavjudligi, shakllanish jarayoni tizimlilik, izchillikka hamda ilmiylikka asoslanganligi bilan izohlanadi. Biz maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirishda quyidagi yondashuvlarga asoslandik. Shaxsga yo'naltirilgan, individual, pragmatik, qadriyatli, kreativ, mushohadali va refleksiv. Biz tadqiqotimiz, izlanishlarimiz natijasida maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish nomli izlanishlarimizda shu sahnalashtirish faoliyati va ijtimoiy madaniy malakalarni rivojlanish bosqichlarini o'rganib chiqdik. Ular ushbu taqdimotda o'z aksini topgan. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishda ijtimoiy va madaniy tushunchalarning mohiyatini aniqlashtirib oldik. Unga ko'ra ijtimoiy so'zi arabcha jam, to'planish degan ma'nolarda ishlatiladi. Ya'ni bu tushuncha ko'pchilikka tegishli degan ma'noni anglatadi. Madaniy arabcha Madina so'zidan kelib chiqqan. Bugungi kunda bu tushuncha tarbiya, ta'lim, rivojlanish, hurmat qilish va inson hayotining turli sohalarida juda ko'p ma'nolarga ega bo'lgan tushuncha sanaladi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishda ijtimoiy malakalar va madaniy malakalarni tarkibiy qismlarga ajratib o'rgandik. Bunda ijtimoiy malakalar oiladagi munosabatlar, shaxsning tashqi dunyo bilan munosabati, ko'pchilik orasida shaxsning xulq-atvori shakllanishi, ko'pchilik bilan bog'liqlik, tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilishi va munosabat o'rnatishi, jamoada o'zini tutishi. Madaniy malakalar odobli, axloqli, tartibli bo'lish, hurmatni, qadriyatlarni bilish, bilim olmoqlik, ilm olmoqlik, vatanparvarlik, millatsevarlik, tarbiyalanganlik, ezgu fikrga ega bo'lish, ezgu so'z va ezgu amallarni qilishga moyillik bo'lishi. Ya'ni barcha insoniy fazilatlar bu ijtimoiy madaniy malakalar hisoblanadi. Biz izlanishlarimiz doirasida ijtimoiy madaniy malakalar, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalari, ya'ni jamiyatda 5 ta funksiyani bajarishini aniqladik. Bilish, tarbiyalash, muloqotchanlik, munosabat o'rnatish, muvaffaqiyatli yashash funksiyasi. Biz ilmiy manba va adabiyotlarni tahlil qilish natijasida o'zimizni mualliflik ta'rifimizni ishlab chiqdik. Bunga ko'ra maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakasi bolaning jamiyatga moslashishi uchun o'zlashtirilgan namunali xulqi, odobi,
axloqi, ta'lim tarbiyasi, ma'naviyati, bilimi, ko'pchilik bilan iliq munosabat o'rnata olishi, hurmati, nutqiy muloqoti, qadriyatlari, urf-odatlari va insoniy fazilatlari majmui hamda ularni jamiyatda qo'llash qobiliyatidir. Tadqiqotimizning ikkinchi bobi maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi deb nomlanib, unda quyidagi 3 paragraf o'z aksini topgan. Bolalarni sahnalashtirish bolalarni ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish bo'yicha bola shaxsining shakllanishi ushbu 4 ta omil o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu irsiyat ta'sir ko'rsatadigan omillardan oilaviy va ijtimoiy muhit, ta'lim tarbiya muhiti. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirishning mazmunini ajdodlar tomonidan yaratilgan adabiy meros, hayotiy vaziyatlar, bolalar adabiyoti tashkil qiladi. Biz tadqiqotimizni o'rganish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarning sahnalashtirish faoliyatida shakllanadigan ijtimoiy malakalarini 12 ta turga ajratdik. Bu nutqiy, muloqotga oid, axloqiy, musiqiy, estetik, jismoniy, ekologik, ijtimoiy, gigiyenik, kiyinishga oid, ovqatlanishga oid, kitobxonlikka, mehnat qilishga oid ijtimoiy madaniy malakalar hisoblanadi. Biz tadqiqotimizni dissertatsiyamizni tayyorlash jarayonida maktabgacha ta'limda sahnalashtirish faoliyatini quyidagi 4 shaklini tasniflab chiqdik. Bu bayramlar, qo'g'irchoq teatri, sahnalashtiriladigan o'yinlar va zamonaviy sahnalashtirish faoliyati. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish modeli aks etgan. Bu model 3 blokdan iborat: maqsad bloki, jarayon va natija bloki. Maqsad bloki maqsad qo'yilgan vazifalar, tamoyillar va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Jarayon blokida maktabgacha katta yoshdagi bolalarni sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishning shakllari, metod usullari, vositalari, texnologiyalari va texnologik jarayon bosqichlari keltirilgan. Jarayon natija bosqichida esa mezon, ko'rsatkichlar va darajalar o'z aksini topgan. Ushbu taqdimotimizda bu slaydda sahnalashtirish faoliyatining texnologik jarayoni o'z aksini topgan. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantiruvchi texnologiyalar ushbu taqdimotimizda keltirilgan. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishning shakllantirishning pedagogik generatsiya jarayoni ushbu taqdimotimizda keltirilgan. Bolalar sahna ko'rinishlari, o'yinlar, ertaklar namoyishi, suhbatlardan keyin yana ijodiy fikrlash terapiyasi o'tkaziladi. Unda savollar orqali muammolar qo'yiladi. Bola bu muammolarni fikrlaydi va oldin olgan bilimlari, hozir yangi olgan bilimlari o'zaro fikrlash jarayonida generatsiyalanadi, ya'ni yangilanadi. U interiorizatsiya qilinadi, ya'ni ichkariga yo'naltiriladi, qalbga singdirilib boriladi va u keyin yana hayoti davomida amalda qo'llaydi. Tadqiqotimizning 3-bobi maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish bo'yicha tajriba sinov ishlarini tashkil etish va ularni o'tkazish. Bu 2 paragrafdan iborat. Ular taqdimotda keltirilgan. 3-bobimizda pedagogik tajriba sinov ishlari 3 bosqichda amalga oshirildi va unda 336 nafar respondent ishtirok etdi. Ushbu diagrammada maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirishning dastlabki bosqichida olingan o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichlari keltirilgan. Biz shakllantiruvchi bosqichda adabiyotlardan foydalandik. Bu bolalar adabiyoti QR kod orqali kutubxona tarzida tayyorlangan
Buni texnologiyalarimizda didaktik materiallar ishlab chiqishda foydalandik va sahnalashtirish faoliyatida ham foydalandik buni. Bu bu slaydimizda shu shakllantiruvchi bosqichdan lavhalar keltirilgan. Ya'ni keyin bunda video parchalar keltirib o'tilgan. Bunda ham video material berilgan, ya'ni video rolik berilgan. Men bundan biz yana refleksiya bo'lishi uchun, bolalarda doimiy xayolida saqlab turish uchun, o'rgatilgan bilimlar yodidan chiqib ketmasligi uchun stolga xushmuomala bo'ling, men o'zimni yaxshi tutishni o'rganyapman, tabassum qilishni unutmadikmi degan ta'kidlar, infografiyalar, o'quv komikslarini joylashtirib qo'ydik. Bular mana shu shaklda ko'rinishda joylashtirildi. Bu taqdimotimizda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirishning tajriba sinov ishlaridan keyingi holati jadval asosida keltirib o'tilgan. Ketdik. Yana keyingisi. Umumlashgan natijalarga ko'ra tajriba sinov ishining tajriba boshidagi va oxiridagi samaradorlik ko'rsatkichlari ushbu diagrammada keltirib o'tilgan. Keyingisiga o'tamiz. Yo'q, yana bitta o'tib ketdi. Yakuniy bosqichdagi samaradorlik hisob-kitob natijalariga ko'ra umumiy 14% ga yuqorilaganini ko'rsatdi. Xulosa va tavsiyalar avtoreferatda keltirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ochib turing kanalni. Ikkinchi savolim, mana shu sahnalashtirish faoliyatida bolalarning ijtimoiy, madaniy malakalarini shakllantirish modelida keltirib o'tgansiz assotsiatsiya va interferensiyalangan xotira bilan ssenariyaviy fantaziya darajada uyg'unlashuvini konstruksiyalash asosi takomillashtirilgan degan fikrlarni bergansizda. Mana shu so'zlarni ma'lum bir ma'noda uyg'unlashtirib, tahlil darajasida kengaytirib, tushuntirib bergansiz va bu tushunchalar nima uchun qo'llanilgan? Savolim tushunarlimi?
yangi qo'shilgan ma'lumotlar bolani xayoliy fantaziyasida ssenariyga aylanadi, xayoliy ssenariyga aylanadida va ular uyg'unlashib, hammasi birlashib qaytadan tuzilish hosil qiladi. Ya'ni pedagogik generatsiya jarayonini hosil qiladi. Ular savollar berish orqali, fikrlash orqali, tafakkur orqali fikrlar, har xil tarqoq fikrlar yana qaytadan generatsiya qilinib, yangilanib, konstruksiya holiga keltiriladi. Model xuddi shu tarzda takomillashtirilgan. Keyingi birinchi savolga o'tadigan bo'lsak, bunda modelda oching. Tamoyillar keltirilgan. Hozir tamoyillarni ochib olaylik. Modelda tamoyillar keltirilgan. Bu tamoyillar ta'limni tarbiya bilan birligi tamoyili. Ya'ni tarbiya doim birga bo'ladi. U bir-biridan ajratilmaydi. Tarbiya berishda ham biz ta'lim orqali, o'rgatish orqali ta'lim beramiz. Agar bilim berib qoladigan bo'lsak, tarbiya bermasak, bu yaxshi samara bermaydi. Faqat tarbiya berib bilim bermasak ham bu ham yaxshi samara bermaydi. Har ikkisini bir vaqtda olib borish kerakligini doim nazarimizda tutdik. Shuni o'zimizga talab qilib qo'ydik. Va ko'rgazmalilik tamoyili. Ayniqsa maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar va boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'rgazmalilik ustunlik qilish kerak. Mana bu hozir ko'rgazmaliligimiz bizda sahnalashtirish faoliyati. Bolalardagi o'zidagi kamchiliklarini, o'zlarini hayotidan olib, ijtimoiy muhitdan olib, ularga qayta sahna ko'rinishlari orqali ko'rsatib berdik va ularni to'g'ri va noto'g'riga ajratgan holda ko'rsatdik. Ular o'zlarini munosabatlarini bildirdi. Bu jarayonda masalan masxarabozlar o'yinimiz bor. Birini ismi egri, birini ismi to'g'ri. Ular egri masxaraboz bolalardagi axloqidagi, so'zlashuvidagi, xatti-harakatlaridagi nojo'ya harakatlarni ko'rsatsa, to'g'risi to'g'ri variantini ko'rsatadi. Bolalar unda munosabat bildiradi. Ya'ni bu tarbiyachi so'raymiz, to'g'ri ish qildimi? To'g'ri. To'g'ri ish qildi. Barmog'ini tepaga ko'taradi. Noto'g'ri ish bo'lsa pastga yoki bo'lmasa qo'lini mana noto'g'ri ishga mana shunday qilib qo'yib ko'rsatib berdi. Bundan keyin bolalar masalan qaysi biri to'g'ri, siz kimga o'xshashni xohlaysiz desa, o'sha to'g'rini ishi to'g'riligini o'ziga qabul qiladi. Bu bola o'zini to'g'ri narsani to'g'ri deb qabul qilishi keyin yomon ishni qilmaslikka o'ziga to'sib qo'yadi. Shu orqali nima deydi, ko'rgazmalilik ko'rsatib berildi. Yana ko'rgazmalilikni Einstein shunday deydiki, o'qitishni, o'rgatishni ko'rgazmalilik usullaridan biri emas, bu yagona usulidir deb aytib o'tadi. Ko'rgazmalilik o'rgatishning yagona usuli hisoblanadi. Yana hali bor. Nazariya bilan amaliyotning birligi tamoyili. Rahmat Shafqatni. Savollarim quyidagicha edi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy madaniy malakalarni sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish bo'yicha olib borilgan tajriba sinov bosqichlarini 14% ga yuqori bo'lganligini aytib o'tdingiz. Mana shu yerda ozgina mazmun yoritish berib ketsangiz. Keyingi savolim, avtoreferatning 13-sahifasida birinchi rasm berilgan va bu rasmda maktabgacha katta yoshdagi bolalarni sahnalashtirish faoliyatida shakllanadigan ijtimoiy madaniy malakalari turlari berib o'tilgan, mana shu rasmda. Ana shu turlarga ham to'xtalib o'tsangiz, sanab o'tgansiz bu yerda. Qanday qilib siz tajriba sinovda bu bo'yicha ishladingiz? Mana shularga to'xtalsangiz. Hamda 3-savolim, qanday omillar siz tomoningizdan yoritildi? Aynan mana shu maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish bo'yicha. Rahmat. Savolingiz uchun asosiy joylarini yozib qoldim. Biz 14% ga oshganini
matematik, statistik, tahlil, ya'ni Pearsonning x kvadrat mezoni asosida tahlil qildik. Umuman olganda tajriba sinov ishlarimiz 3 bosqichda amalga oshirilgan edi. Dastlabki bosqichda umuman bolalarni kuzatdik, ular bilan suhbat qurdik, keyin so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnomalar o'tkazgandan keyin ulardagi bilimlarni o'sha zahotiyoq qog'ozga tushirishga harakat qildik. Keyin esa olingan ma'lumotlarni juda tezda darajalarga yuqori, o'rta, past darajalarga ajratib chiqildi. Shakllantiruvchi bosqichga kelganda taqdimotimizda ko'rsatilgan texnologiyalarni qo'lladik va o'sha xayoliy ssenariyaviy fantaziya tasavvurdagi fantaziyalarni ham biza kunning ikkinchi yarmidagi badiiy kitob o'qish berish kun tartibidagi o'sha qismida o'tkazdik. Ya'ni ularni o'zini xayoliy fantaziyalari orqali, hayotiy o'zini voqealari orqali ertakka ularni o'zini masalan akasi, opasini ham qo'shdik. Shu orqali sahnalashtirib ko'rsatdik. Qayta sahnalashtirishimiz masalan sahnalashtirishda oldin tashqi tomondan ko'rsa, o'zi keyin rol o'ynagandan keyin yana ichki tomoniga singdira boshlaydi bola. Bu takror qilingani refleksiyani olib keladi va unda ijtimoiy malakalar shakllanish jarayonini tezlashtiradi. Qancha ko'p refleksiya qilinsa, shunday qilib biz shakllantiruvchi bosqichdan keyin yana bolalardagi bilimlar tekshirilgandan keyin matematik, statistika qilinganda o'sha dastlabkiga qaraganda, chunki dastlabki natijalarni birga teng deb oldikda va keyingi natijalarni yuqorilaganini, 14% ga yuqorilagani aniq bo'ldi. Keyingisi malaka turlari. Ana 23-taqdimotda malaka. Xo'p. Rahmat. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantiradigan ijtimoiy madaniy malaka turlarini tasniflab chiqqanmiz. 12 ta turga bo'lib, bundan nutqiy muloqot. Har bir jarayonda o'sha sahna faoliyatida bolalarning nutqi rivojlanadi. Axloqiy sifatlar albatta ko'rsatilishga harakat qilindi. O'yinlarda musiqalar qo'yildi. Ya'ni musiqani o'zi ham bolada estetik tarbiyani beradi. Ya'ni musiqali sahnalashtirish ko'rinishlari bayram tadbirlarida qo'yib berildi. Va masalan jismoniy, ijtimoiy madaniy malakalarni biz o'yinlarda ya'ni jismoniy o'yinlar, harakatli o'yinlar tarzida o'tkazdik. Bunda bolalar 2 komandaga bo'lindida, ularda masalan uzoqdan turib anamaydi idish nomi nima? Ana shunga kaptoklarni tushirish o'yinini o'ynadik va bu o'yin bolalar uchun qiziq. Birgalikda o'ynaganda ular keyin shu harakatlarni bajardi. Bunda bolaning jismoniy harakati va unda axloqiy sifatlar, bir-biriga yordam berish, hamdardlik jarayonlari kechdi. Unda mehnat qilish ko'nikmalari esa yana musobaqa tarzida o'sha sochilib ketgan kaptoklarni yana idishga yig'ish. Bu ham musobaqa tarzida o'tkazildi. Bu bolalarni mehnat qilishga o'rgatishga, ya'ni mehnat qilishga oid ijtimoiy madaniy malakalar shakllantirildi. Endi ovqatlanishga oid ijtimoiy madaniy malakalar, o'zi ovqatlanish odobi degan suhbatimiz bor. Shu suhbat orqali amalga oshirildi. Kiyinish madaniyati haqida ham o'yinlar tashkil etilgan. Shu o'yinlarda kiyinish madaniyati haqida ma'lumotlar berildi. U qaysi fasllarda kiyiladi, to'ylarga qanaqa kiyimlar kiyiladi, barchasi aytib o'tildi. Omillar. Bizda ishimizda asosiy 4 ta omil maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishda asosan 4 ta omil o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Bu birinchi sabab omil, ya'ni irsiyat. Irsiyat doim birinchi o'rinda turadi. Keyingisi esa oilaviy muhit. Oilaviy muhitga ham juda ko'p narsa bog'liq. Oilada muhit yaxshi bo'lsa, bola ta'lim tarbiya jarayonida ham oladi, o'rganadi. Chunki oilada o'qi, o'rgan, ustozni hurmat qil degan tushunchalar beriladi. Shuning uchun oilaviy muhit ham agar dominantlik qilsa, bolada yaxshi natijaga erishsak bo'ladi. Keyingi ijtimoiy muhit. Ya'ni ijtimoiy muhit bola
ovqatlanish joylariga boradi, jamoada va jamoat joylarida bo'ladi. Xo'p. Ha, omillar savol edi, oxiri ta'lim-tarbiya omili. Mana irsiyat, oilaviy muhit, jamoat joylaridagi ijtimoiy muhit va ta'lim-tarbiya omili bolalarni malakasini shakllanishiga o'z ta'siriga. Bola ham ruhiy rivojlanadi, malakalar shakllanganda ham axloqiy tomondan, odob tomonidan shakllanadi, ham ijtimoiy tomondan shakllanishi, ya'ni barkamol inson bo'lib shakllanishida bu omillar o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Hı. Hı. Savolingga tushunarli, savolingiz uchun rahmat ustoz. Biz birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsak, malaka so'zini olganligimiz bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yildagi maktabgacha ta'lim va tarbiya maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risidagi 802 qarorida birinchi ilovasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasiga qo'yiladigan, rivojlanishiga qo'yiladigan talablar berilgan. Shu talablarda kutilayotgan natijalar bor. Kutilayotgan natijalar esa bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlar yig'indisidir deyilgan. O'sha barcha ko'rsatkichlar, indikatorlar oxiri malakani shakllantirishga olib keladi. Shu uchun ham biz malaka so'zini oldik. Keyingisi mezonlar. Biz tajriba sinov ishlarida 4 ta mezondan foydalandik. Bu shaxsiy yo'naltirilgan, kognitiv, motivatsion qadriyatli va refleksiv mezonlardan foydalandik. Keyingisi metakognitatsiya va identifikatsiyamidi? 14-betida bola Ha. metakognitatsiya jarayoni orqali o'z shaxsini identifikatsiyalaydi. Ya'ni bola ko'p tarmoqli o'rganish, bilish orqali o'rganib bo'lgandan keyin o'zini identifikatsiya, ya'ni bilimlarini tasdiqlab oladi. Men nima qila olaman, men nimani bajara olishiga aniq ko'z yetadigan darajaga yetgan bo'ladi. Hurmatli Zoomdan ishtirok etayotgan ustozlar, savollaringlar bo'lsa marhamat. Eshitilyaptimi ovozimiz? Zoomdan ishtirok etayotgan ustozlar. Tadqiqotchiga savollaringlar bormi? Sanobar Yo'ldashevna, savolingiz bormi?
Tadqiqotchiga menda savollar bor. Demak, birinchi savolim Shohida Muhammadqulovna. Mavzuda maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi deb bergansiz. Bu qanday texnologiya? Uni mazmun mohiyatini yoritib bering. Bu birinchi savol. Ikkinchi savolim, sana borib anaqa savol yo'q deb yozdilar. Ikkinchi savolim 3-vazifa bo'yicha ijtimoiy madaniy malakalarni shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish deb vazifa bergansiz. Qanday mavjud texnologiyalar bor edi ijtimoiy madaniy malakalarni shakllantirish bo'yicha siz ularni qaysi tomonni shakllantirdingiz? Va menda yana bitta juda ham qiziqayotgan savolim, umuman aynan shu ilmiy faoliyatingiz orqali, ushbu dissertatsiya tadqiqot ishi orqali siz maktabgacha ta'limga qanday foyda keltirdingiz? Rahmat savolingiz uchun. Biz maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirishda texnologiya so'zi ishlatilgan. Bu texnologiya degani o'zi jarayon. Boshidan oxirigacha qadamma-qadam, bosqichma-bosqich bajariladigan ish tartibi hisoblanadi. Shu uchun ham biz buni texnologiya deb nomladik. O'zi bu sahnalashtirish faoliyati art texnologiyaga kiradi. Pedagogikadagi art pedagogikaning art texnologiya turiga kiradi. Art texnologiyalar esa bu musiqa terapiyasi, rasm chizish terapiyasi, drama terapiya, ertak terapiyasi va bizda ijodiy fikrlash terapiyasi va davra suhbati terapiyasini kirgizdik. Art texnologiya sifatida. Ikkinchi vazifamiz. Qanday texnologiyalarni takomillaymiz? To'g'ri, mana shu art texnologiyalarda bir nechta tur. Birinchi o'zi izoterapiya paydo bo'lgan. Amerikada sil kasali. Bizda O'zbekiston modeli bu o'sha 802 qarorimiz bo'ladigan bo'lsa, bu modelda takomillashtiriladigan joyi o'sha o'quv dasturida berilgan o'yinlar juda ko'pchilik tashkil qiladi. Ertaklar kamlik qiladi, lekin shu ertaklarni ko'paytirish, ya'ni o'sha badiiy adabiyot o'qib berish kun tartibi bo'yicha o'sha yerda o'qib berish va o'yinlarni yana qaytadan o'ynatish jarayonini, ya'ni davomiy o'sha texnologiyani davomiy darajada olib bordik. Ya'ni bola ko'proq ijtimoiy madaniy malakalarga ega bo'lish uchun bu narsalarni o'sha jarayon kamlik qilganligi sababli biza kunning ikkinchi yarmida ham yana uni takror o'ynatish, uni tashqi tomondan qabul qilish emas, ichki tomonga, ya'ni qalbga singdirish masalasi bo'yicha ishladik. Shu texnologiya shu tarzda takomillashdi. Kun tartibida bor narsalarimiz, kunni birinchi yarmi, ikkinchi yarmi, kunni birinchi, ikkinchi yarmida belgilangan o'zini tarbiyachining vazifalari bor. Bu funksional vazifalar o'zi belgilab qo'yilgan. Siz men so'rayotganim, siz aynan texnologiyani qaysi bir tomonini takomillashtirdingiz deyapman. Va o'sha oxirida bergan savolim, umuman maktabgacha ta'lim tizimiga sizni ilmiy faoliyatingiz qanday foyda keltiradi? Aniq, konkret javob berish imkoni bormi? Aniq foyda keltiradigan jarayoni bu bobo buvilar davra suhbati texnologiyasini kiritganimiz. Bunda bola ular bolalarga
o'sha o'rgangan, kundalik o'rganayotgan, o'qigan kitoblari, hayotiy tajribalarini bolalarga singdirish kerak deb hisoblayman. Chunki bolalar bizni mentalitetimizga xos tarzda kattalarga ishonch beradi o'zini. Kattalarni aytganiga qiladi, quloq soladi. Shu uchun ham bolalar o'sha bobo buvilar suhbatidan bahramand bo'ldi va ularga bu ma'qul keldi. Foydali tomonlari shu deb o'ylayman va huquq qo'llanma tayyorlaganimiz bo'ldi maktabgacha ta'lim uchun. Rahmat. Hurmatli ustozlar, savollar bormi? Yetarlimi? Demak, yetarli degan takliflar chiqyapti. Hurmatli tadqiqotchi, siz o'tirib turishingiz mumkin. Savollar bo'lmasa, so'z navbatini tadqiqotchimiz ilmiy rahbarlari Jamila va Nargiz Nuriddinovna shu yerda studiyada ishtirok etmoqdalar. Nargiz Nuriddinovna, ilmiy ish bo'yicha yozma xulosa bergan ekansiz. Agar fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Ishi bo'yicha yozma ish xulosa berganman. Shu bilan kifoyalanib. Faqat bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bu hozir yuqorida qayd etib o'tilgan texnologiyalar hammasiga tajriba sinov jarayonlarini o'zi borib tashkil etgandek, ichida men hozir savollarga javob berganda o'sha amaliyot bilan bog'lab berib taqdim etilganda maqsadga muvofiq bo'lar edim. Ish yakunlangan, xulosamni berganman. Endi muhokamani rasmiy qismiga o'tamiz. Demak, bizda rasmiy opponentlarimiz belgilangan. So'z navbatini birinchi rasmiy opponentimiz pedagogika fanlari doktori professor Tojiboyeva Hilol Mahmudovnaga beramiz. Marhamat, Hilol Mahmudovna. Rahmat, hurmatli rais. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. O'tamurodova Shohida Muhammadqulovnaning maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi mavzusidagi tadqiqot ishi uchun yozilgan taqriz bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Hurmatli rais, agar taklif bo'layotgandi boshqa kengash a'zolaridan vaqt omilini hisobga olgan holda asosiy mulohazali qismlariga to'xtalib qaroq bayon etsam. Rahmat. 3 bob yuzasidan demak talabgor tomonidan chiroyli ma'lumotlar berildi. Birinchi bobni asosiy bir nima deydi, e'tirof etsa bo'ladigan jihat shundaki, unda nazariy tahlil faqat tavsifiy xarakterda emas, balki konseptual umumlashtirish bilan yakunlanganligini ta'kidlamoqchiman. Hamda muallif ijtimoiy madaniy malakalarning tarkibiy tuzilmasini aniqlashga uringan hamda keyingi bobda ishlab chiqiladigan texnologik model uchun nazariy zamin yaratgan. Ikkinchi bobda demak texnologiyaga bag'ishlangan bo'lib, ikkinchi bobda e'tirof etsa bo'ladigan jihati unda nafaqat an'anaviy sahna shakllari, balki zamonaviy audiovizual vositalarni integratsiyasi ham nazarda tutilgan. Bu esa texnologiyaning innovatsion xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Umuman olganda, tadqiqotchi O'tamurodova Shohida Muhammadqulovnaning dissertatsiyasi tugallangan. Unda erishilgan asosiy yutuqlarni e'tirof etgan holda, demak, ayrim xulosalarni ta'kidlab o'tmoqchiman. Birinchidan, tadqiqot mavzusi dolzarb va ijtimoiy buyurtmaga mos tanlangan. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijtimoiy madaniy malakalarni shakllantirish masalasi zamonaviy ta'lim siyosati va kompetensiyaviy yondashuv talablari bilan uzviy bog'liq bo'lib, dissertatsiyada uning zarurati ilmiy va normativ huquqiy asosda dalillangan. Ikkinchidan, ilmiy nazariy va metodologik asoslar izchil ishlab chiqilgan. Ijtimoiy madaniy malaka tushunchasi, uning tarkibiy tuzilmasi hamda sahnalashtirish faoliyatining pedagogik imkoniyatlari tizimli tahlil qilingan.
tadqiqotning konseptual asoslari aniq belgilangan. Uchinchidan, muallif tomonidan samarali pedagogik texnologiya ishlab chiqilib, asoslangan sahnalashtirish faoliyati asosida ijtimoiy madaniy malakalarni shakllantirishning mazmuni, shakl, metod va vositalari yagona tizimga keltirilib, tajriba sinov jarayonida amaliy jihatdan sinovdan o'tkazilgan. To'rtinchidan, tajriba sinov natijalari ilmiy asosda isbotlanib, amaliy ahamiyatga ega. Olingan natijalar matematik statistik tahlil orqali tasdiqlangan hamda ushbu statistik tahlillar ushbu texnologiyaning samaradorligini aniqlashga imkon beradi. Ya'ni tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim amaliyotida qo'llash imkoniyatiga ega deb hisoblayman. Endi ayrim yutuqlar bilan birgalikda ayrim taklif va mulohazali qismlar ham mavjud. Ya'ni dissertatsiyani birinchi bobida maktabgacha ta'limga oid me'yoriy huquqiy hujjatlar o'rganilgan bo'lsa-da, normativ hujjatlardagi vazifalarning bevosita ijtimoiy madaniy malakalarni sahnalashtirish faoliyati orqali shakllantirish bilan uzviyligi jadval yoki sxematik tahlil asosida ko'rsatilsa, ilmiy asoslanganlik darajasi yanada oshgan bo'lar edi. Ikkinchidan, ijtimoiy madaniy malakalar mazmuni yoritilgan bo'lsa-da, ularning komponentlari va ularning o'zaro bog'liqligi ilmiy model ko'rinishida yanada aniq strukturalashtirilsa, nazariy asos mukammallashgan bo'lardi. Ikkinchi bobda shakl, metod, vositalar keltirilgan, biroq sahnalashtirish faoliyatida ijtimoiy madaniy malakalarni shakllantirish jarayonining algoritmik ketma-ketligi yanada batafsil tavsif etilganda, ishning amaliy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. To'rtinchidan, multfilmlar, videoroliklar va boshqa raqamli vositalarning qo'llanilishi ko'rsatib o'tilgan, biroq ularning an'anaviy qo'g'irchoq teatri yoki dramatizatsiya shakllariga nisbatan afzalliklari hamda ehtimoliy pedagogik xavflari tahliliy jihatdan kengroq ochib berilganda ishning amaliy qiymatini oshirgan bo'lar edi. Umuman olganda, talabgorning mazkur mavzudagi tadqiqot ishi 13.00.08 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi talablariga javob beradi hamda talabgorni pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Batafsil tahlil qilib berganingiz uchun so'z navbatini rasmiy opponent tomonidan keltirilgan kamchiliklarga javob berish uchun tadqiqotchiga beramiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor ishimizni diqqat bilan o'qib, o'z taqrizlarini berganliklari uchun ustozimiz pedagogika fanlari doktori professor Tojiboyeva Hilola Mahmudovnaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Taqrizda bayon qilingan fikrlarni kelgusi ishlarimizda inobatga olamiz va bartaraf etamiz. Rahmat. Rahmat. So'z navbatini ikkinchi rasmiy opponentimiz Azizova Zulfizarxon Fozilovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent. Zulfizar Azizovna Zoom platformasi orqali ishtirok etmoqdalar. Zulfizar opa, bizning ovozimiz sizga eshitilyaptimi? O'chirib qo'yilmaganmi? Bitta ko'ringlar. Zulfizar Azizovna, ovozimiz eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Assalomu alaykum. Eshitilyapti. Assalomu alaykum. Salomatligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash raisi, a'zolari, hurmatli ustozlar, tadqiqotchilar, hammaga Andijondan alangali salom. Ruxsat bersanglar, men ham shu sizlarni charchatib qo'ymaslik uchun ro'za Ramazon kunida vaqtinglarni tejash maqsadida men ham qisqaroq qilmoqchi edim. Asosiy xulosa qismini o'qisam qarshi emasmisizlar? Rozimiz.
Marhamat. Rahmat. Tadqiqotchi O'tamurodova Shohida Muhammadqulovnaning 13/00/18 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya va avtoreferatiga yozilgan taqrizni sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Demak, amalga oshirilgan tadqiqot natijalarining tahlillari, taqdim etilgan metodik ishlanmalar va tavsiyalarni umumlashtirgan hamda ularning samaradorlik darajasini baholagan holda quyidagi xulosalarga kelindi. Tadqiqotda ilgari surilgan asosiy g'oyalar amaliyotda tajriba sinov ishlari tarzida sinovdan o'tkazilgan, natijalar olingan, umumlashtirilgan, statistik jihatdan tahlil etilgan. Ilmiy ish chuqur tahlillarga asoslanganligi, qo'yilgan talablarga javob berishi bilan ahamiyatli bo'lib, dissertatsiya ishida ijobiy yutuqlar bilan birga ba'zi bir fikr mulohaza talab etadigan jihatlari ham mavjud. Birinchi, ilmiy tadqiqot faoliyatiga oid ishlar tahlilini qiyosiy jadvalda kiritilsa, ishning yanada qiymati oshgan bo'lar edi. Ikkinchi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 5-6 yoshdagi bolalarning pedagogik psixologik xususiyatlari kengroq ilmiy jihatdan yoritilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchi, dissertatsiya ishining 3-bobida olib borilgan tajriba sinov ishlari, amalga oshirish mazmuni, vazifalari belgilangan, biroq shakllantiruvchi tajriba bosqichida o'tkazilgan mashg'ulotlar, suhbatlar tahlili kengroq keltirilsa va yana ta'limiy faoliyatlarning qaysi jarayonda olib borilganligi aniq ko'rsatilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'rtinchisi, dissertatsiya matnini ayrim sahifalarida imloviy xatoliklar uchraydi. Yuqoridagi keltirilgan fikr-mulohazalar ishning ilmiy va amaliy qiymatiga salbiy ta'sir etmaydi. Sanab o'tilgan mulohazalar juz'iy hisoblanadi hamda tadqiqotning umumiy saviyasi, darajasi va erishilgan natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, ular e'tiborga olinsa, ishning salmog'i yanada oshadi. Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, ushbu dissertatsiya mustaqil bajarilgan, tugallangan tadqiqot ishi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalarga qo'yilgan nizomi talablariga to'liq javob beradi. O'tamurodova Shohida Muhammadqulovnaning 13/00/18 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish faoliyatida sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi mazmuni chop etilgan ilmiy ishlar mazmuni va tuzilishiga ko'ra 13/00/18 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligiga to'liq mos keladi va uning muallifini pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun loyiq deb hisoblayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Rahmat Zulfizar Fazilovna, chuqur tahlil qilib berganingiz uchun. So'z navbatini tadqiqotchiga beramiz. Rasmiy opponent tomonidan keltirilgan kamchiliklarga javob berish uchun marhamat. Rahmat. Avvalambor ishimizni diqqat bilan o'qib, o'z taqrizlarini berganliklari uchun ustozimiz pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Azizova Zulfizar Fozilovnaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Taqrizda bayon qilingan fikrlarni kelgusi ishlarimizda barchasini inobatga olamiz hamda bartaraf etamiz. Rahmat. Hurmatli tadqiqotchilar, bugungi mana ishlatilmaydi. Himoyasiz ilmiy tadqiqot ishingizni himoya qilishingiz kerak. Demak, keyingi ishlarimizda sizga kamchilik ko'rsatildimi? Sizga kamchilik ko'rsatildimi? Siz uni asoslab berishingiz kerak. Kamchiligini mana shu joyda
shu bobda shunaqa anaqa bilan bartaraf qilganmiz, bunday model ishlab chiqqanmiz, mana bunday takomillashtirganmiz deb aniq konkret javob berish kerak. Himoya o'z nomi bilan himoya. Siz ishingizni himoya qilishingiz kerak. Agar siz keyingi bundan keyingi bosqich yo'q, bundan keyingi bosqich diplom, keyingi tadqiqotchilarga ham tegishli shu narsa himoyada bartaraf etamiz degan narsa bo'lmaydi. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli kengash raisi, hurmatli a'zolar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktori va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi raqamli ilmiy kengash pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga talabgor Otamurodova Shohida Muhammadqulovnaning 13/00/08 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi mavzusidagi dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot sifatida Guliston davlat pedagogika instituti belgilangan. Yetakchi tashkilotdan ijobiy xulosa olingan. Shu bilan birgalikda quyidagi mulohazali fikrlar mavjud. Birinchidan, dissertatsiya mavzusining o'rganilganlik darajasida mamlakatimiz, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari va xorijiy davlatlar olimlarining mavzu bo'yicha olib borgan tadqiqot ishlari keltirilgan. Shu o'rinda xorijiy tadqiqotlarning qiyosiy tahlili batafsil yoritilsa, ishning mazmundorligi yanada oshgan bo'lar edi. Ikkinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 5-6 yoshdagi bolalarning pedagogik, psixologik xususiyatlari kengroq ilmiy jihatdan yoritilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchidan, dissertatsiyadagi foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini rasmiylashtirishni qaytadan ko'rib chiqish lozim. To'rtinchidan, ilmiy tadqiqot ishlar tahlili qiyosiy jadvalga keltirilsa, ishning yanada qiymati oshgan bo'lar edi. Yuqorida keltirilgan fikr mulohazalar ishning ilmiy va amaliy qiymatiga salbiy ta'sir etmaydi. Aksincha, ular e'tiborga olinganda ishning ilmiy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadqiqotchi Otamurodova Shohida Muhammadqulovnaning 13/00/08 maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini saqlashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyasi mavzusidagi dissertatsiyasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi raqamli ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya etilgan. Otamurodova Shohida Muhammadqulovnaning dissertatsiya va avtoreferatiga bir qator yetakchi oliy ta'lim muassasalari va tashkilotlarning professor o'qituvchilari va olimlaridan jami 15 ta taqriz kelib tushgan. Jumladan 2 ta xorijiy, 13 ta mahalliy oliy ta'lim muassasalari ilmiy tadqiqot institutlarining professor o'qituvchi va olimlaridan. Taqrizlarning barchasi ijobiy xulosalangan bo'lib, ularda Otamurodova Shohida Muhammadqulovnaning dissertatsiyasi va avtoreferati Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi va uning muallifi pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq ekanligi qayd etilgan. E'tiborli uchun rahmat. Rahmat Shuhrat Murodullayevich. Hurmatli tadqiqotchi, yetakchi tashkilot tomonidan dissertatsiyaga bildirilgan kamchiliklarga o'z munosabatingizni bildirsangiz. Rahmat.
avvalo ishimizni diqqat bilan o'qib, yetakchi tashkilot sifatida o'z xulosasini bergan Guliston davlat pedagogika instituti jamoasiga hamda ishimizga o'z taqrizlarini bergan barcha oliy ta'lim muassasalari olim professorlari jamoasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bayon qilingan fikrlarni kelgusi ishlarimizda barchasini inobatga olamiz va bartaraf etamiz. Rahmat. Siz o'tirib turishingiz mumkin. Hurmatli kengash a'zolari, rasmiy muhokamamiz tugadi. Endi norasmiy muhokamaga o'tsak, dissertatsiya ishi yuzasidan qanday takliflaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat. Marhamat. Pedagogika fanlari doktori professor Dilfuza Aliyevna. Kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar, bugun tadqiq etgan tadqiqotchimiz O'tamurodova Shohidaxon Muhammadqulovaning maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijtimoiy madaniy malakalarini shakllantirish faoliyatida sahnalashtirish faoliyatida shakllantirish texnologiyalari mavzusida tadqiq etgan dissertatsiyalari bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini faoliyatini yanada takomillashtirish hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan mana shu tarbiyachi pedagoglarning faoliyatini yanada osonlashtirish, ularni faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida tadqiq etilgan mavzu deb hisoblayman. Bu mavzu bugungi kunda o'ta dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan mavzu hisoblanadi. Chunki sahnalashtirish bu bolalarni kelajakdagi, demak, yangi bir faoliyat turiga undash bilan tenglashadigan jarayon hisoblanadi. Chunki bolalar o'zlarini qilayotgan xatti-harakatlarini, aytayotgan fikrlarini mana shu o'zi bajarayotgan sahna orqali ifodalab yoritib beradilar. Va bu orqali bolalarda kelajakka nisbatan ishonch va ularda kelajakka nisbatan rivojlanish jarayonlari amalga oshiradi. Hozir bizga ma'lumki, bugungi avlod Z avlod vakillari hisoblanadi. Z avlod vakillari degani ular har tomonlama rivojlangan hamda texnologiyalar asrida yashayotgan avlod vakillari. Bular toki o'sha o'spirin yoshiga borib yetgunga qadar ularda rivojlangan mana shu faoliyat turi ularni umri davomida bularga tamal toshini qo'yib beradi. Shuning uchun bugungi tadqiqotchimiz tomonidan tadqiq etilgan mavzuni mana shu maktabgacha ta'lim tizimida, ya'ni butun respublikamizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida tajriba sinovdan o'tkazish, ularni amaliyotiga joriy qilishni maqsadga muvofiq deb bilaman va bugungi ishni qo'llab-quvvatlayman hamda kengash a'zolaridan ham bugungi tadqiqotchimizni tadqiq etgan mavzularini qo'llab-quvvatlashlarini iltimos qilaman. Rahmat, Kattakon Dilfuza Aliyevna. Hurmatli ustozlar, yana kimda fikr mulohazalar bor? Marhamat, Gulasal Abduqunduzovna. Rahmat. Avvalambor mana shu bosqichga yetib kelish haqiqatan mana ustozlarimiz aytgandek oson bo'lmagan. Tadqiqotchimizni mavzusi o'ta dolzarb, chunki bu tarbiyalanuvchilarni ertaga o'sha katta mustaqil hayotda ijtimoiylashuv masalasi juda muhim rol o'ynaydi. Bu ma'noda bu tadqiqot mavzusi juda dolzarb. Endi mana shu tadqiqot yuzasidan norasmiy muhokamada aytaman degan fikrlarim bor edi. Tadqiqotda mana avtoreferatni o'qib o'tirgan joyimiz juda ilmiy, xorijiy so'zlardan juda ko'p foydalanilgan. Siz shunda nutqingizni juda kam foydalandingiz. Siz o'zimizni o'sha hatto pedagog bo'lmagan odam ham aytishi mumkin bo'lgan umumiy gaplar bilan chegaralandingiz, lekin ishingizda buni batafsil o'shaning uchun sizga to'ldiruvchi savollar berdik. Mana shu jihatiga e'tibor berishingizga chaqirib, endi bugun albatta tabiiy bu jarayon juda hayajonli bo'ladi, lekin avtoreferatda ilmiy iboralar va asoslangan fikrlar juda ko'p edi. Shundan foydalanganingizda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Umuman olganda ishni juda dolzarb va batafsil yoritilgan tahlillari asoslangan deb hisoblayman va tavsiya etaman.
Tabriklayman Nargiza Nuriddinova sizni. Rahmat. Fikr mulohazalar bor? Zoomdan ishtirok etayotgan hurmatli ustozlar, fikr mulohazalaringlar bo'lsa marhamat. Ijozatingiz bilan shu yakunlovchi fikr mulohazalarni o'zim bildirib o'tsam. Shohida Muhammadqulovni haqiqatda ustozlarimiz aytishgandek, mavzu juda ham dolzarb, chunki har bitta bolani ijtimoiy madaniy ko'nikmalari qachonki to'g'ri shakllantirilsa, to'g'ri yo'lga qo'yilsa, albatta farzandlarimiz kelajakda o'sha boshlang'ich ta'limda ham, o'rta ta'limda ham, kelajakda oliy ta'limda ham o'z o'rnini topishi oson bo'ladi. Bu borada qilgan ishlaringizni ko'rdik, avtoreferatda juda chiroyli yoritilgan, lekin nimagadir hayajonlandingiz, javoblar berayotganda bilamiz, bu holat, bu vaziyatdan hammamiz o'tganmiz, oson bo'lmagan. Lekin keyingi tadqiqot ishlaringizni inobatga olishingizni xohlardim, savollarga aniq, konkret javob berishga. Shu bilan birga himoyami, demak siz ishingizni himoya qilishingiz kerak. Sizga xato kamchiliklar aytildimi, siz uni himoya qila olishingiz kerak, o'sha xato kamchilikni bartaraf etganingizni yoki bo'lmasa siz tomonidan bu narsa ishlab chiqilganini siz isbotlab bera olishingiz kerak. O'shanda maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Lekin umuman olganda ish haqiqatda juda ham dolzarb. Nargiza Nuriddinovna juda ham mehr berib ishlaganlari ko'rinib turibdi, uzoq yillik tajribaga ega ekanliklari. Shu jihatlarni barchasini inobatga olgan holda barcha kengash a'zolarini ushbu ishni qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Va ijozatingiz bilan mana norasmiy muhokamalarni tugatsakda hisob komissiyasini belgilab olsak. Siz o'tirib turavering. Hurmatli kengash a'zolari, agar ruxsat bersanglar, hisob komissiyasiga berilgan takliflarni o'qib eshittirsam, Abdurahimova Dilfuzaliyevna, Berdaliyeva Gulasal Abduqunduzovna va Eshpo'latov Komiljon Abdusalomovich hisob komissiyasini a'zolari etib belgilasak. Qarshilari yo'qmi? Tasdiqlab berishinglarni so'raymiz, marhamat. Hisob komissiyasi o'z ishini boshlaydi va hurmatli mehmonlarga 5 daqiqalik tanaffus beramiz, tashqariga chiqib turishlarini so'raymiz.